sizlar bilan men Javohir. Men sizlarga to'g'risi bitta katta video qilishdan chiqardim kanalda vlog. Hammasini chiqardim, lekin u ayrim sabablarga ko'ra to'g'ri bu video to'g'ri men mashhur bo'lmaganim uchun bu video chiqmadi. To'g'ri chiqdi, hech kim ko'rmadi. Shu uchun men uni qayerdan topishni shunchaki bitta shorts qilib aytmoqchi bo'ldim. Men hozir shunday qilaman. Bu video meni YouTube kanalimga xohlasangiz, agar sizlarga qiziqsalaringiz, artefaktni ishlatgan kishilardan ham bir ikkita bor. Agar o'shalarni ishlatmoqchi bo'lsangiz, men YouTube kanalimdan topishlaringiz mumkin. Xohlasangiz buni ko'rsataman hozir. YouTube'ga kiramiz. Hozir kanalimga o'taman. Mana o'sha video 31 marta ko'raman. Qarang, obunachilarni qarang. Umuman yo'q. Obuna ko'ringlar. 12 dona obunachi. Men o'zi ishlar qilsa qaragan, menimcha ko'pman, yoki o'zim ham boshqa telefonga qilib ko'rdim. Lekin meni videomdan boshqa hamma video bu. Agar kimchilar qiziqsa, bu meni YouTube kanalimga bo'ladi. Like va obuna bo'lsalaringiz ham mayli. Tekin ko'p.